Alloh bersin. O'zbekiston o'yini sal qiyin o'tadi, chunki hamma nimani bizada bo'ladi, ko'p odam ko'rsatadi. O'ylaymanki, yaxshi o'tadi bugungi o'yin. Terma jamoa bosh murabbiy qanday ko'rsatmalar bergandi, aynan himoyachilarga? Akalik zo'r beryapsiz, savolim bor. Javob. Bunaqa narsa aytilmaydi aka. Bu savolga javob berishga imkonsiz. Xo'p, keyingi savol. Bu yoqqa ham o'ting. Nishonlash qanday bo'ladi? 10-da. 10-da nishonlash qanday bo'ladi? Ko'ramiz. Barcha oldinda aytib qo'yish kerak emasmi? Hozir butun O'zbekiston ko'ryapti sizni. O'zbekistonlik muxlislarga, sizning muxlislaringizga fikrlaringiz. Salom deyapti. Salom. Tabriklaymiz hammani. Ha. Bo'ldi. Ha? Hozir yig'lavoradi aka. Tabriklaymiz, zo'r o'yin. Rahmat. Abbos, Men keturaymi? turing. Do'stingizning yonida turing. O'z bo'lsang, Abbos. Xo'p, Abbos, tabriklayman. Juda og'ir o'yin, juda og'ir yo'l bosib o'tildi va yangi tarix yaratilyapti shu haqida. Alhamdulillah. Bu g'alabaga erishdi butun xalqimiz juda ko'pdan beri kutdi. O'zbekiston futboli, O'zbekiston xalqi jahon chempionatiga chiqishga haqli edi deb o'ylayman. Chunki bu ajoyib jamoa bilan chiqmasa, uyat bo'lardi. Xudoga shukr, bu ani uddaladik. Alloh bersin. Ko'tarib olib ketdi.